Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Oxunboboyevda joylashgan obyektimizning fasad qismini ta'mirlab berdik. Travertindan foydalandik. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa skotch ishlatilmagan. Faqat rangi bilan farq qiladi. Mana romlarning cheti, plastrlari bitta svetda, ob'yomi ochiq svetda. Ob'yomini ochiq svet qilishimizga sabab uy kattaroq ko'rinishiga yordam beradi ochiq svet. Ko'ringlar, baho beringlar. Hozir hovlini uy ichkari qismi bilan ham tanishtirib chiqaman. Bekjon, xorma. Salom deb qo'y hammaga. Mana bu kolonnalarni o'rnatib turilib berganmiz. Original travertin fason. Haqiqiy toshga o'xshab ko'rinadi. Zo'rda yana bitta obzorni olaman. Uyimizning ko'rinishi, bu fasad qismi. Juda ham sodda fasondan foydalanganmiz. Endi klientimizning xohishiga ko'ra bo'lgan. Bu avvalambor sifat uzoq yil xizmat qilish uchun sifatli mahsulotdan foydalanilgan. Mana ramkaning ichiga, ko'chaga kabanchik razmerda g'isht qilib berganmiz. Mana endi uy ichkari qismi bilan tanishamiz. Kiradigan bo'lsak, mana hovli. Mana darvozaxonaga mana shunaqa ramkaga tiyagiga olib, o'rtasini Leonardo qilib berdik. Bu ham bitta hozirgi zamonga mos bo'lgan bitta dizayn. Shuni ma'qul ko'rishdi, shuni qilib berdik. Mana bu travertinni bemalol yuvish mumkin. Ikkita sloy lak berilgan, undan oldin podrovka qilingan. Xudo xolasa shu obyektimizni bitirib topshirdik. Xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.